TV tomonidan kino.net platformasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girilmoqda. Romantikaning mutlaq qiymati. Ovoz berishda Aryum hamda Minho ishtirok etmoqda. Sakkizinchi bob. Ishonchim komilki, siz boyagina ko'zoynagimni bosib oldingiz. Uchinchi qism. U ham bekatga ketyaptimi? Shoshma, demak, endi men uni har kuni ko'rar ekanman-da. U maktabga ertaroq ketardi-ku. Xudoyim, buncha sekin yurmasa. Nima balo qilyapti? Nima? Janobga? 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 Janobga, yaxshimisiz? Janobga? Janob! Oy, bu nimasi? Qushning axlatimi? Fu, jirkanch. Janobga? 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 Janobga, siz uyg'onishingiz kerak. Janobga, iltimos uyg'oning. Oy, doyim. Janobga? Oy, u nafas olmayapti. Endi nima qilaman? Buni qilaman. Hozir gap uni hayotini saqlab qolish haqida ketyapti. Janob. Janobga. Ahvolingiz yaxshimi? Janobga. Yaxshimisiz? Men o'quvchingiz Yo'jiman. Yaxshimisiz? Bu yerda nima qilyapsan? Bu yerda nima qilyapman? Biroz oldin sizga yordam berdim. Axir siz nima bo'lganda ham nega o'qishdan ketib qoldingiz? Anavi qushning axlati sabab emasmi? Nima bilmaysanmi, kaptarning axlatida har xil kasallik bor va hatto betonni yo'q qiluvchi ammiak moddasi ham bor. Tushundingmi? Nimanidir qidiryapsizmi? Ko'zoynagingiz nima? Yordam beraymi? Ha. Yaxshi. Hozirgina nimanidir eshitdim. Mabodo ko'zoynagimni bosib olmadingmi? Yo'q. Bu ko'zoynak emas.
bu bo'lishi mumkin emas. Bu men daraxt shoxi shunday qirsilladi. Shunday Soat xuddi necha shunday bo'ldi? qirsilladi. Nima? Soatni so'radim. Ha. Ha. Tong 7:40. Tezda yondovjo'ga qo'ng'iroq qil. Xo'p. Janob bloklangan. Mana, marhamat. Ko'zingiz shunchalik yomon ko'radimi? Hoy, bu menman. Xonamdagi qo'shimcha zaxira ko'zoynagini olib kela olasanmi? Yonimga, ha. Men seni avtobus bekatida kutaman, yaxshi. Mayli. Ular qayerda bo'lishi mumkin, ha? Men senga biz bilan yurgin degandim. Endi esa qilayotgan ishingni qara. Nima qilsam ekan? Biror joyga tashlab yuborsam ekan? Voy, bu nima ekan? Janobsan. Tezlashing, ketishimiz kerak. Topilmayaptimi? Demak, uni kimdir olib qo'ygan bo'lsa kerak. Meni nazlimda ko'zoynakni yaxshi tushunadigan biror kim olgan. Ha, uni tezda qimmatligini bilishgan. Endi sotib yuborishadi. Qani ketdik. Mayli, maktabda ko'rishamiz. Nega u unday qarayapti? Balki u biz bilan ketmoqchidir. Deyarli yetib keldik. Yo'q, hammasi joyida. Olib ketayotganingiz uchun rahmat. Bu shunchaki dahshat xabar. Aytsam tushunmaysan. O'qituvchilar bilan birga ketyapman. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi rolda. Rostdan. Qanday qilib? Shunday bo'lib qoldi. Keyinroq aytib beraman. Orqaga surilyapman. O'zim ham bilgandim. Janob Yon, bu xudbin matematikning xarakteriga toqat qilishga majbur. Yana tuni bilan uxlamadingmi? Bunga aybdor sensan. Yana uni uxlashiga yo'l qo'ymadingmi deyman? Buni qasddan qilmadim, bilyapsanmi? Uni o'zi yana bir raundni istadi. Buni qanchalik yoqtirishingizni bilaman, lekin uxlashga ham qo'yib berishingiz kerak. Aql bovar qilmaydi. Ular nima qilgan bo'lsa, meni kechiringlar, VIPdagilar. Bu romanni yozayotganim uchun. Nimadir bo'ldimi? Issiqmi? Sovutgichni yoqib qo'yaymi? Yo'q. Yo'q. Murim, qizlar maktabi. Hoy, o'qituvchilar bilan kelishga kim qo'yibdi senga? Men bola gungmisan? Nega jimib qolding? Hoy, javob ber. Bir narsa de. Hoy, nima qilyapsan? Janob, shoshmang. Agar o'sha qizlar sizni mashinangizdan tushganimni bilsa, meni o'ldirishadi. Xudoyim, ular meni aniq o'ldirishadi. Endi nima qilaman? Xudoyim. Ushbu dorama kino.net uchun maxsus o'zbek tiliga o'girilmoqda.
havo kerak. Ha, bu qo'pol edi. Lekin u meni qutqarib qoldi. Chunki siz kecha uxlashga yo'l qo'ymadingiz. Bilasan-ku, uyquchi. Oy xudoyim, ular o'rtasida nimadir bor. Tushasanmi? Voy, Ha, endi rostini aytgin. nimani? Sen qidirayotgan paytingda ko'zoynagimni bosib olgansan-a? Yo'q, bosmadim. Yolg'on gapirma, keyin afsuslanishing mumkin. Men yolg'on gapirmadim. Xo'sh, senga aytgan inshochi. Hali yozyapman. To'qqizinchi bob. Salom, men Jenniman. Ertadan keyin borasan. Ha, albatta. Salom. Salom. Kirishing mumkin. Ukam, judayam chiroyli ekan. Salom bolalar, bu bizni yangi o'quvchimiz. U siz bilan bir semestrda birga bo'ladi. O'zingni tanishtir. Salom, men Jenniman. Men bu yerga Singapurdan almashish dasturi bilan keldim. Xo'p, barchangiz bilan tanishganimdan xursandman. Bu yerda judayam xursandman. Umid qilamanki, do'st bo'lamiz. Xush kelibsan. Xush kelibsan. U yerga o'tirishing mumkin. Salom. 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 U judayam chiroyli ekan. Salom. Jenni hali bizni madaniyatga o'rganmagan, shuning uchun unga g'amxo'rlik qiling. Ustoz. Bugunga yetadi. Rahmat. Qaranglar, Jenni. Jenni, salom. Hay, tanishganimdan xursandman. Mening ismim Yoyjo. Koreys tilida yaxshi gapirar ekansan. Ha, yaxshi. Demak, biz unchalik ham yaxshi bilmayman, lekin o'rganyapman. Yoyjo, menga yordam berasan, to'g'rimi? Mening ismim Goya. Tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Jenni, nega aynan Koreyani tanlading? Ko'p dramalar Koreyada olinadi-ku. Bu yerda judayam ko'p mazali ovqatlar bor. Ham drama aktyorlari shunday qilib. To'g'ri, dramalar. Unda nima uchun aynan Jejunga kelding? Seulga emas. Albatta, birinchi bo'lib Seuldagi maktabga ariza bermoqchi edim, lekin men kompyuterda o'tirgandim. Tok. Adashib tanlabman. Adashib shunday. Sen noto'g'ri tanlagansan. Lekin hech qisi yo'q. Bu joy ajoyib. Jejun go'zal shahar. Ha, to'g'ri. 10-bob. Men seni sharmanda qilaman. Boyagi boshqa ko'zoynak taqqan uchunmi? O'zini juda yomon his qilayotgandi. Nega bu ish bermayapti? Buni shunchaki tashlab yuborsam-chi? Yo'q, unday qilmaslik kerak. Buni qaytarib berishim kerak. Zaxiradagisi mos kelmadi shekilli. Qani, bo'la qol. Birinchi turdagi fe'llar ru bilan tugamaydigan aksariyat fe'llardir. Masalan, ikoro ikanoga aylanadi, chunki a qator variantdagi kuku. Ikkinchi turdagi fe'llarimiz esa osonroq. Siz shunchaki runi tashlab yuborasiz. Demak, bu shunda tabaynaga aylanadi. Uchinchi turdagi fe'llarimiz esa
To'g'ridan to'g'ri darsimni o'rtasida-ya. Sen menga umuman e'tibor qilmayapsan. Bu juda ham shafqatsizlik. O'zingni qanday his qilyapsan? Bilmadim, xuddiki samolarda qanotsiz uchib yurgandekman. Nima deyapsan? Shunchaki boshim aylanyapti. Tushunarli. Kiring. Janobga sizning o'quvchingiz meni yapon tili darsimda sizni uy vazifangizni bajarayotganda qo'lga tushdi. Xo'sh, bunga qanday javob berasiz? Endi shuni o'qi. Nima? Buni bu yerda o'qiy olmayman. Boshqa o'qituvchilar ham bor. Hurmatli janob. Seni eshitmayapman. Salom. Mening ismim Ijo va men 26-yilda Jejonga kelgan 18 yoshli qizman. 7-sinfda o'qib yurgan paytlarim matematikadan bir savol tufayli omma oldida sharmanda bo'lganman. Shu tufayli men matematikadan voz kechganman. Va siz nega bunga berilib ketdingiz, janob? Agar bir narsani isbotlash kerak bo'lsa, o'ylab qoldim, sizdan oldin tug'ilganimda bu tahdiddan qutularmidim? Bu menimcha e'tiroz xato, shundaymi? Biroq kitobingizni birinchi qoidasi nuqta bu o'lchamlari bo'lmagan obyektdir. Menda chinakam g'ayrat uyg'ondi, janob. Hatto mendek matematikaning yomon ko'radigan odam ham darhol shunda meni bilimsizligim va ranjitganimdan juda afsusdaman va matematikani tushunmaganimdan chin dildan pushaymonman. Buni dars paytida yozganing uchun jarima qo'llayman. Nima, nohaqlikmi? Yo'q, janob. Do'stlarga e'tibor qaratish va hissiyotlarga hamdard bo'lish bu eng muhim narsalardan biri. Shunday ekan, sen bugundan jiyaga g'amxo'rlik qilishni boshlaysan. Agar u kechiksa yoki maktabga kelmasa, 2 ta jarima ballini oladi. Sen esa 4 ta jarima ballini. Nima? Ketishi mumkin. Nega bunday qilyapsiz, janobga? Bu adolat emas. Iltimos, janob. Xudoyim. Aql bovar qilmaydi. U JJga qaramaganingda senga jarima ball qo'llanadimi? Nega u doim Yejonni nishonga oladi? Undan nafratlanadimi? Yoki unda ko'ngli bormikan? Balki unga eski sevgilisini eslatarsan. Shu orqali o'z nafratini chiqarib olmoqchidir balkim. Yo'q, sen ota-onang va janobga ota-onasi dushman bo'lsa-chi? Shunday bo'lishi mumkin-ku. Go'yo qizlar bas qilasizlarmi yoki u seni tashqi ko'rinishini yoqtirmaydi xolos. Shunday bo'lishi ham mumkin. Voy. Keling, buni sinab ko'ramiz. Salom janobga. Qayerda qolgandik? Janobga. Yo'ji o'zini yomon his qilyapti. Qayering og'riyapti? Bilmayman, janobga. Boshim aylanib, ko'nglim ayniyapti. Xudoyim. Nima qilsam ekan? Bunga chiday olmayman. O'zimni o'layotgandek his qilyapman.
Yoyijon. Chap va o'ng taraf chegarasini tushuntirib ber. Chap va o'ng chegaralar mavjud bo'lsa ham ular teng bo'lmasa, bu yechimga egami? Agar nuqta grafikdan uzilib qolsa, bu qanday uzilish bo'ladi? Qanday shart bilan x-ni davomiy ekanini isbotlay olamiz? Bu mavzularni o'tgan darsda o'tgandek, o'zingni kasallikka solish o'rniga o'rganganingda hozir javob bergan bo'larding. Bu yerda nima qilyapsiz? Diskret matematika darsiga tayyormisiz? Jishon, Eshitaman. o'tgan safar aytgandim shekilli. E'tibor bermabsan-da. Qolganingiz yaxshi ishladingiz. Rahmat. Rahmat. Nima, satrlaring orasida ma'noni tushuna olmadingmi? Sen bu sahnada Yon va Teyani suhbatini ko'rib, rashk va g'azabni his qilishing kerak edi. Shunday qilib sen ustunlikni berishing kerak edi bu hissiyotni. Yo meni tushunmasdan ataylab qilyapsanmi raqobatlashib? Tushundingmi? Men ham shunday qildim-ku. Menga gap qaytaryapsanmi? Men yozuvchiman. Sen romanimdagi oddiy qahramonsan. Tushundingmi? Men yozuvchiman. Aytmoqchi edimki, romanimning bosh qahramonisan. Nega hamma narsani doim o'z xohishingga ko'ra qilasan, ha? Ha? Hamma narsani o'zingga yarasha ma'nosi bor, hatto bitta tinish belgisini ham muhim. Shikoyat qilishni bas qiling-da, aytganlarimni bajaring. Xo'pmi? Yaxshi, xo'p bo'ladi, xonim. Nega xayol surib qolding? Funksiyalarning asosiy tushunchalari haqida 10 qatordan yozib kel. Xo'p. Kutib turing, Shivon. Hali pushaymon qildiraman. Hattoki nuqta-yu past balandni bilolmay qolasiz. Sizni yakson qilaman. 11-bob. U aslida meni hech qachon yoqtirmagan. Go'shtli koklet. Bu cho'chqa go'shtimi? Yo'q, bu baliqli koklet. Jenny, ovqatlar yoqdimi? Mazali ekan. Mazali shundaymi? Ko'p ham yeb yuborma. Bo'lmasa shimirib ketasan. Olaver. Jenny. Yoqtirgan yigiting bormi? U Braziliyadan. Braziliya? Uning ismi Luis. Qanday zo'r. Aytmoqchi, qanday tanishgansiz? Parijdagi Luvrda. U suratga olish bo'yicha o'qiydi. Mendan doim modellik haqida so'radi va biz uchrasha boshladik. Demak, u hali ham Fransiyadami? Uni sog'inayotgan bo'lsang kerak. Albatta, aytishcha, mensiz kulgisi ham yarimta, yeyotgan ovqat ham yarimta bo'lib qolar ekan. Bu kulgili-ya? Baribir chet elliklar boshqacha. Sen qayerdan ham bilasan? Men ular haqida ko'p narsani bilaman. Jenny, seni model bo'lishingizni so'raganda yigiting qanday so'zlardan foydalangan? Kechirasiz, xonim. Men mukammal quyosh botishini qidirib yurib, bu yerda undan ham ajoyib go'zallikni topdim. Siz ruxsat bersangiz, shu lahzani suratga muhrlasam, deganda. Qanday romantika. Dorama Minho TV tomonidan kinok.net platformasi uchun o'zbek tiliga o'girilmoqda. Ko'z klinikasi. Retsept. Bu dorixonasi.
Doralaringiz 7 kunlik. Mana bularni ovqatdan so'ng qabul qilasiz. Bunisi yallig'lanishga, bunisi esa oshqozon uchun. Yaxshi. Va eng muhimi, steroidli ko'z tomchilari. Ularni qo'yishdan oldin yaxshilab chayqating. Sizga 337 to'g'ri keladi. Ko'zingiz juda ham qizarib ketibdi. Ko'z o'ynaklaringiz to'g'ri kelmaganligi aniq. Ularni tezda yangisiga almashtiring. Ko'zlar eng muhim a'zo. Voy xudoyim, kechirasiz. Men hozirgina Mexotovada darama ko'rgandim. O'sha sahnadagi bolaga biram o'xshaysiz, ey. Anavichi chiz o'ynagan. Kontakt linza taqsangiz xuddi o'zi bo'lasiz. Xayr. Ajoyib anime. Men darama dedim. Darsdan tashqari dasturga ariza. Ota-onangga imzolatib kelgin buni. Ha, nima? U kasal bo'lib qoldimi? Xo'sh, shifokor nima dedi? Yangi ko'zoynaklar uchun kamida 2 hafta kerak bo'lar ekan. 2 haftami? Qanday chidab yurasan? Darsimiz tugadi. Rahmat, ustoz. Hoy! Jiya! Hoy, qayerga ketyapsan? Sen qilishing kerak. Bilasanmi, ishga ketyapsan, to'g'rimi? Lekin qo'ng'iroq chalinguncha kutib tur. Iltimos, menga jarima ballar yozilishi mumkin. Hoy! Bir marta iltimos qildim-ku axir. Men ham shunga majburman. Janobga, ko'rdingiz-a, to'g'rimi? Men unga qo'ng'iroq chalinguncha kutib tur dedim, lekin u esa parvo qilmasdan ketib bordi. Shu gal hisobga olmasak bo'ladimi? Bilasiz-ku, hech narsa qila olmadim. Yoyiju. 4 ta jarima bali. Go'yo to'g'ri aytgan edi. Bu boshidan noto'g'ri ketganda. Siz meni umuman yoqtirmagansiz. Bizni videoga olayotganingni ko'rdim, o'chirib tashla. Sen yevlikdan 20 qator insho yozasan. Yoyiju. 4 bal jarima bali. Janob, buni o'zingiz tilab oldingiz. Qanday keyingi qismlarda ko'ramiz. Qanday javob qaytarar ekanman? Romantikaning mutlaq qiymati. 3-qism yakunlandi. Ushbu dorama Minko TV tomonidan kino.net uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda Minko hamda Aryo ishtirok etdi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha